Suvda maxluqga, quruqlikda esa insonga aylanadigan mavjudot haqida eshitganmisiz? Assalomu alaykum. Bu multahlilning navbatdagi soni. Gap nima haqida ketayotganini aytishimdan oldin kanalimizga obuna bo'ling. Chunki o'zbek tilidagi bunaqa tahlilni boshqa topolmasligingiz aniq. Pixarning Luka filmi kichik shahardagi ajabtovur sarguzashtlar haqidagi multfilm. Bosh qahramon Luka ismli dengiz ostida yashaydigan maxluq. U do'sti Alberto bilan tashqi dunyoni kashf qilishni orzu qiladi. Bir qarashda multfilm yozgi sarguzasht haqidadek tuyuladi, ammo uning tagida jamiyat qo'rquvlari, o'zlikni qabul qilish, farzandning mustaqillikka intilishi kabi chuqur va yechilmas mavzular yotadi. Lukaning onasi doimo xavotirda, o'g'lini quruqlikdan uzoq tutadi, har bir qadamini nazorat qiladi. Bunga arzirli sabab ham bor edi. Chunki odamlar dengiz maxluqlaridan juda ham qo'rqishar va uni tutib olganga katta pul va'dasi bilan musobaqalar uyushtirishardi. Onaning ortiqcha himoyasi filmning asosiy ziddiyatini yaratadi. Bolaning qiziqishi va jamiyatning qo'rquvi o'rtasidagi kurash. Luka o'z qo'rquvini yengib quruqlikka chiqadi. Bu esa uning hayotiga ramziy burilish yasaydi. Quruqlikka chiqqan zahoti odam qiyofasiga kirishi Pixar tomonidan chizilgan kuchli metafora. Bu bola o'zini sinab ko'rayotgani, keng dunyoni kashf etishga o'zida jasorat topganini ko'rsatadi. Ammo suv tomchisi tushishi bilan uning asl qiyofasi fosh bo'lishi mumkin. Bu jarayon filmning asosiy g'oyasini kuchaytiradi. Ko'p odamlar jamiyat tanqididan, stereotiplardan yoki boshqacha bo'lgani uchun rad etilishdan qo'rqib, o'zini yashirishga majbur bo'ladi. Alberto esa Lukadan mas'uliyat va ishonchni o'rganadi. Alberto erkin, qo'rqmas va har narsani sinab ko'rishga tayyor bola. Luka esa uning mutlaqo aksi, lekin jasoratli bo'lishni, ichki qo'rquv ovozini o'chirib qo'yishni Albertodan o'rganadi. Ularning do'stligi filmning asosiy kuchi bo'lib, o'sishni boshlash uchun insonning yonida uni tushunadigan do'st bo'lishi qanday katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Partarasso shaharchasi Italiyaning Riviera hayotidan ilhomlangan, bir vaqtning o'zida qo'rqoq odamlarga to'la shaharcha. Ular dengiz jonzotlarini ko'rishmagan, ular haqida eshitganda xavfli deb bilishadi. Bu esa filmni real hayotdagidek stereotiplar va ksenofobiya mavzulariga bog'laydi. Ko'pincha odamlar bilmagan narsasini qo'rqinchli deb o'ylaydi. Unga yaqinlashmaslikni esa undan himoya qilish deb tushunadi. Shahardagi bezori bola Erkole esa jamiyatning zo'ravonlik orqali ustunlik qilishga urinadigan insonlar turini o'zida aks ettiradi. U kamsitish, qo'rqitish va o'zini ustun ko'rsatish orqali yetakchi bo'lishga harakat qiladi, lekin bu faqat uning ichki qo'rquvini yashirgan niqob. Filmning finali eng ta'sirli nuqta. Kuchli yomg'ir yog'adi va Luka ham, Alberto ham asl qiyofasiga qaytadi. Bu ular qo'rqib kelgan eng katta lahza bo'lsa-da, aynan shu ochiqlik jamiyatning o'zgarishiga sabab bo'ladi. Partarasso aholisi avval hayron qoladi, keyin esa tushunishni boshlaydi. Bu bir nazariyani eslatadi. Insonlar ko'rmagan uchun qo'rqadi, bilgandan keyin esa qabul qilishni o'rganadi. Lukaning onasi ham nihoyat o'g'lining orzusini, mustaqilligini, katta bo'lishga tayyor ekanligini tan oladi. Endi esa o'sha siz bilgan jajji Matizning qishloqqa qilgan sayohati haqida gaplashamiz. Avto sarguzashtlar multfilmining Vatan nomli qismida Matiz ota-onasi bilan yo'lda ketayotganda manzil qayerligini so'raydi. Otasi qishloqqa borishni, onasi esa unga bobosi va buvisini ko'rib qaytishlarini aytadi. Mitti qahramon bundan xursand bo'lmaydi. Voy, qishloqqa zerikib ketaman-ku. Ushbu sahna Matiz xarakterini ochadi. Ya'ni u yosh va shoshqaloq bola obrazini ifodalaydi. Matiz bobosini yaxshi ko'rsa-da, qishloqda nima qilaman deb xavotirga tushadi. Yo'l davomida u o'nqir-cho'nqir yo'llardan o'tib, qiyinchiliklarga duch keladi. Bobosi va buvisi uni quvonch bilan kutib olishadi. Qishloqning asfalt bo'lmagan ko'chalari bola uchun kichik sinov sifatida ishlatiladi. Matiz shahardagi qulayliklarga odatlangan. Qishloq esa unga yangi tajriba va sarguzashtlarni taqdim etadi. U yashil bog'larda yugurayotib traktor bilan tanishadi. Ularni juda imillab yurishni aytadi. Traktorlarning jahli chiqib, bobo nevarani bellashishga chaqiradi. Afsuski, raqib jamoaning qo'li baland keladi. Nega yutqazib qo'ydik? Ular uyushib o'ynadi. Biz esa bir jamoa bo'lib o'yna olmadik. Ha, endi nima qilamiz? Cho'milamiz. Shundan keyin ular buloq tomon yo'l olishadi. Qanaqa bo'larkin? Ko'rlamagan suv, shampun ham yo'q. Zavlab qolmaymanmi? Hech narsa qilmaydi. Voy, sovuq ekan.
Bobosi suv zararsizligini tushuntiradi. Matiz suvda cho'milib mazza qiladi. Mana shu nuqtada Astyr ijodkorlari tabiat bilan yaqinlik, ekologik ong va shahar hayoti, tabiiy muhitning farqini ochib berishgan. Bola tabiat orqali qishloq va vatanga hurmatni chuqurroq anglaydi. Vataningiz menga judayam yoqdi. Bu yerga tez-tez kelib turaman. Birga futbol o'ynaymiz. Bu seni ham vataning. Albatta kelib tura. Ana shunaqa multfilm faqat bolalar uchun emas, ichki bolaligini yo'qotmaganlar uchun hamdir. Agar siz aynan shunday insonlar qatorida bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Stop olindi.